Masalan, har doim polip bo'ladimi? O'zi вообще kuydirishga показания qachon bo'ladi? Gistologiya olganda tsin, leukoplakiya, polip mana shu 3 ta holatdagina xirurgический metod tanlaymiz. Qolgan hamma holatlarda biz demak tanlaymiz nimani? Lechebniy demak konservativ lecheniya tanlaymiz. Mana kolposkopiyani ham o'zimizda qildirgan ekansan. Mana bu do holat saniki. Ekranda ko'rishing ham mumkin. Ustida demak shunaqa eroziya burchagida kichkina polip holati bilan bo'lgan. Borib bemalol utachniz qilsang bo'ladi. Bu yerda nima narsa bo'lgan ekan? Mana bu ustuni o'zi qilingan, balkim ustuni o'zini kuydirib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Polipni har doim hammamiz bilamiz, buni mana bunaqa qon tomiri bo'ladi. Orqasida oziqlanadigan sasuti bo'ladi. Mana bu yerni kuydirib qo'yganimiz bilan vaqt o'tishi bilan u yana mana shu urovenda o'sib chiqaveradi. O'shaning uchun biz demak konizatsiya amaliyoti kesib olamiz, oyog'igacha kiriladi. O'sha noshkasi bo'ladi, polipni birlashgan, yopishgan. O'sha ildizini olingandan keyin kuydirib qo'yamiz. O'shaning uchun har doim bizda keyin mana bunaqa natija chiqadi. Prosta ustini o'zini kuydirib qo'ysa bunaqa natija chiqmaydi. U holat yana qaytalanaveradi, yana chiqib kelaveradi. O'shaning uchun ham biz o'zimizga uverenniy bo'lib, rovna 2 oyda kelasan, video qilib beramiz deymiz. Toki sizlar mana shu yerda amaliyot, любой amaliyot, bitta polip emas, boshqa xirurgический nimadir o'tkazsanglar, sizlarga do-posli holatini yoki oddiy konservativniy lecheniyalarimizni ham 3 oydan keyin do-posli holat yoki kista bilan keladimi, ko'rsatmagunimizcha bizani bo'ynimizda qarz bo'ladi bu narsa. O'shaning uchun har bitta patsiyentga aytamizki, uverenniy bo'lib 2 oydan keyin kelasan, do-posli holat. Hattoki bizda amaliyot jarayoni ham tashab beriladi. O'sha operatsiya jarayoni ham tashab beriladi. Endi uni bitta utachniz qilasizlar. Mana bu do holat